18-20 yoshga kiritib, gulday qilib qo'lidan ish keladigan qilib sizni qo'lingizga qizini topshirib qo'yadi-da, aziz qaynonajonlar. Bechora u ona borku, sizni qo'lingizga qizini topshirgunga qadar unga bergan ta'lim tarbiyasi, sizni talablaringizga javob beradigan holatda bo'lguncha boru, u bechora onani sochi oqaradi. Yana uni ayb qidirish boshlaysiz. Mabodo o'g'li sevib qolsa, boshlaysiz. O'g'lim o'qitib olgan, onasi yomon, ilmi amalchi, uni ammasi yomon ekan, opalari ham shunday qilgan ekan. Guvohmisiz, ko'z bilan ko'rdingizmi yo ustiga tushib qoldingizmi o'qitayotgan? Balkim o'g'li sevgandir, yuragidan sevib qolgan. Bu hammaga ham tegishli emas, ayrim birlar qaynonalarga tegishli. Bechora kelinlar bor shunaqa qiynalib yurgan. O'zi qaynonalarga savol borda, o'zi shunaqa yaxshi kelin bo'lganmikan, ha? Yo kelinligi jahon tarixi bo'lib yotibdimikan? Bisratib qo'yganmikan o'z kelinligini? U bechora sizni o'g'lingizni hojatini chiqarsin. Ertalab 4 dan turib 12-1 gacha xizmatingizni qilsin. Yana kelayotgan qizlaringizga ovqatlar qilib, mehmon kutib olsin. Qizingizni bolasigacha sizlasin. Yana kelin yomon. Yana u bechora dakansa yomon. Chunki nima uchun u kelin u yomon bo'lishi kerak. U yaxshi emas. Yana nima deydi? Kelindan qiz chiqmaydi. Da правильно chiqmaydi. Chunki qaynonadan ona chiqmayapti. Qaynona qaynamasa kelin aynamaydi hech qachon. Uylab ko'ringlar yaxshilar. Qizni onasi faqat xo'rlanishchi qiz tug'maydi.